Suğabaq bu tabiatimizda o'sadigan, chiroyli ham har turli formadagi o'simlik bo'lib hisoblanadi. Bizlar fakultetimizda shurkamlashtirilgan do'geragimizda ustozlarimiz bilan birgalikda har turli millat vakillarini ishlab chiqdik. Masalan, bu Qoraqalpoq millati. Bunda bizlar Qoraqalpoq millatining naqslaridan foydalanib, Qoraqalpoq shiritini ishladik. Endi bu suğabağımızga bo'lsa, o'zbek millatining milliy kiyimini kiygan qizni savlalantirmoqchimiz. Soy bo'yida yurgan yigit, qo'shiq ko'zini suzgan yigit, yurgan yigit, qo'shiq ko'zini suzgan yigit, bilak ko'zimni olgan yigit, endi bergin bilak ko'zimni, bilak ko'zimni olgan yigit, endi bergin bilak ko'zimni. Soy bo'yida yurganim yo'q, qo'shiq ko'zimni suzganim yo'q. Soy bo'yida yurganim yo'q, qo'shiq ko'zimni suzganim yo'q. Bilak yuzugingni olganim yo'q, olganlar bersin.